Kvartiraga pul yig'ib qo'yganlar shoshmay turinglar. Pulinglarga mos bo'lgan hovlini topib qo'yganmiz. 1,5 sotiqga juda ham chiroyli planirovkada qurilgan hovlimizni ko'rsatib beramiz. 6 ta xonadan iborat. Binoyimiz pishgan, g'ishtdan ko'tarilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan koridor, chap tomonda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Toshkent tumani Keles Olmazor ko'chasida joylashgan bu hovlimiz yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli aboy, polimizga bo'lsa laminat ishlatilgan. Uyimiz yashash uchun tayyor holatda, bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Uyimizning o'zini podvali ham bor, faqat oshxonamizning tegini o'zi podvaldan iborat. Qani ketdik, ikkinchi qavatimizni ham ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan koridor, chap tomonimizda ikkinchi qavatimiz uchun zalimizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, hamma kommunikatsiyalari bor. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Niyat qilganlar bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Shunaqa chiroyli hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.